hammajon zo'r bayram. Hamma jam o'ynaymiz to'xtamasdan. Qo'shiling bizga siz ham chetda qarab turmasdan. Kerak ham kursen ham kelgan kun unut hamda biz bilan hammasi zo'r ko'tarib yergardini hayotga kelasan bir bor atrofda hamma shodon qo'shig'imiz pozitiv to'xtama qil tabassum sizlar uchun kuylaymiz olma to'xtama yur biz bilan ritmga mos qadam bos uzatga qanot qo'lingni bizga o'ylama to'xtama gazini bizga nima kerak ham kursen ham kerak ham kursen ham ijodkorlar aziz do'stlar, e'tiboringiz markazida bo'lishga xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Nilufar xonim xush kelibsiz, Hamidjon, Diloraxon, Muhammad Rizo, Ozodaxon xush kelibsizlar. Shashmayapsizlar. Anvarjon, qani kelinglar. Go'yo o'zingni uyingdagidek his qilib kelinglar. To'g'ri. Marhamat. Ancha tanishib oldik desam. Aha, marhamat. Kelinglar. Xush kelibsizlar. Faqat ko'tarasan. Kemayli. Qani joylashibdi. Marhamat. Bolalar, hurmat. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Bayramingiz O'zingizga muborak bo'lsin. rahmat. Sizlar ham yoshlar. Hozir endi nima deganing endi bu? Faqat ko'tarasan. Kemayli. Qani joylashibdi. Marhamat. Bolalar, hurmat. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. O'zingizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlar ham yoshlar. Hozir endi nima deganing endi bu? Endi sizlar ham yoshlar-da. Rahmat. Yoshlar kuni-ku. Ko'rinishinglar yo'q. Ko'rinishinglar yosh. Lekin biz hozir esa energiya oldik sizdan. Boyagi gapimiz bejizga emas edi. Yoshlar atrofiga o'sha orasiga tushib qolsangiz energiya olasizda. Sizlarda shuncha energiya, shuncha g'ayrat. Mana shunaqa paytda ota-onalardan ko'p eshitgandirsizlar. Hey, energiyani to'g'ri sarfla. To'g'ri yo'naltir. Ko'p eshitasizlar? Ha, to'g'ri. Onalar bekorga aytmaydi. Shunday. Ha deb telefonda o'tiraverma, mana bu ishni qil, mana buni o'rgan deyshadi va o'rganasizlar yo'nalishlarni. Chapdan kir, chapdan. So'yib ketishdi bo'lyapti. Yo'q, qilishadi-ku, mana qarang. Biz unaqa emas. Yo'q. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Yaxshi. Aytgancha salomlashib olish imkoniyati bor sizlarda. Bayramlar bilan tabriklayman. Dedimi bular? Biz qanaqa chiroyli. Bizga aytishdi-yu, endi teletomosha muxlislar ekran qarshisiga yaqindagina Indoneziyadan kelishdi mana. Indoneziyadan safarlarda bo'lishdi. Qolaversa bilar ekansiz. Albatta, men bularni PR menejerim hamishda. Yaqinda Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berishdi. Konsert aynan shuni haqida aytayotgandim. Konsert berishdi. Baraka topsin, talant shu ijodkorlari, juda ham qo'shiqlar, xalq hovuzlarini, san'atlarini namoyish etishdi.
odzivlar deyishadi-yu, odamlar fikrlari juda ham zo'r bular haqida, haqiqatan ham. Aynan mana shu hozirgi vaqtdagi Izohlarda yoshlarimiz ancha iste'dodi, qoldirishgan-a? talanti, bizlar mana shu talant shou ijodkorlarida bor, ko'z tegmasin. Talant shou ijodkorlaridan bir narsa so'ramoqchi. Qalay bo'lyapti? Yana safingizga yana boshqa yoshlar ham qo'shilyaptimi? Bormi? O'zini ijodini ko'rsatayotgan, Ko'payyapsizlar, qo'y qoldirayotganlar kengayapsizlar. bormi? Albatta. Nilufarxonga. Nilufarxon albatta. Safimiz kundan kunga o'zi kengayapti. Lekin talant shu jamoasi uchun yangi qirralar, yangi parodiyalar olib chiqilyapti. Olib chiqilyapti. Hozir Nilufarxon oshxonaga kelganda bir gapni aytib o'tdilar. Ishqilib sevimlini yoqormasam bo'ldi dedilar. Men aytdim, necha yildan beri sevimli kanalda ijod qilyapsiz ham 3 yildan beri. Men aytdim 3 yildan beri yoqib kelayotgan ekansiz. Ya, ular faqat 3 yildan beri ular yoqyapti. faqat sahnani yoqishyapti. Menimcha oshxonada birinchi marta va oxirgi marta bo'lsa kerak. Darrov qo'limdan oldilar, vilkani olib, darrov. Muhammad Rizo baraka topsa mana mikrofonlarni ushlab turibdi. Baraka top. Yaxshi bola bu. Yarashar ekan lekin. Sog' bo'ling. Oshxonaga Agar oshxonada mana baqlajonlarimizdan soch chiqsa, bilinglar, bu tomonga. o'zi ko'rib turasizmi, oshxonaga uyda ham yordamlashib turasizmi oyizlarga? Biz 3 ta o'g'limiz. Ish bilan o'zim. Ilojiz yo'q ekan. Majburmiz bilishga. Ana ilojlari yo'q ekan. Yashash uchun kurash. Hamma o'zini vazifasini biladi, kimdir uy yig'ishtiradi, kimdir ovqat tayyorlaydi, kimdir bozor o'char qiladi. Ana qarang. Ko'rsatayman. Shuhrat aka qarang, mana hozirgi yoshlarimiz ham raqs borasida, ham aktyorlik mahorati borasida, ham vokal, ham parodiya, ham uy ishlari. Yo, birinchi o'rinda, chunki biz ham bolaligimizda qaysidir ishni qilish uchun yoki qaysidir televizor yoki o'zimiz sevgan mashg'ulot bilan shug'ullanish uchun avval uy ishlarini qilib bo'lib, ana undan keyin munosib bo'lishimiz kerak edi. Topshiriqlarni bajarib. Menga qiziqarli bular kiyimlari ustida qaysi dizayner ishlaganmi? Kiyimlarimiz bo'yicha bu yoqishni gapiradi. Guruh dizayneriman. Zolamanizlardi. Yo'q, kiyimlarimiz hammamiz ustoz fasonni aytadilar. Boyitish o'zimizdan. Ya'ni aniqrog'i ota-onamizdan. Kim topganini yopishtiraveradi, sekina hamma topganini yopishtiribdi. Sizlar o'zingizlar loyihasini chizasizlar, to'g'rimi? Ustoz bilan keyin maslahatlashib, juda kiyinishda ham ijodiy yondashibdi. Men bolalarni ko'rib olayim. Michael Jacksonni esladim. Michael Jackson. Jacksonni esladim. Jacksonda shunaqa haligi yaltiragan narsasi ichidan ustida xullas harakatlarda ham qo'lqoplar. Lekin bu action sahnaga shu kerak, sahna talabi, ayniqsa yoshlar uchun. Yondirish kerak xullas. Yonish kerak. Ya'ni ulardan ko'p narsa o'rganamiz, mana bunday qilib o'sha shimlar nimadir qilishdi. Ko'p narsa o'rganamiz va hozir mana ularni ko'rib biz yoshlikka qaytdik. Endi sizni qo'shig'ingiz bilan ham yana bir karra to'liq birgalikdan kuylar bor. qaytsak, eng gullagan yoshlik chog'ida. Eng gullagan yoshlik chog'ida. Yaxshi ko'rasizlar. Birgalikda albatta. Qani. Taklif qilamiz. Marhamat. Barchamiz. Yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Qushlar sayrar jonimga payvand, men gullarning bo'yi bilanman. Kuni
Quchoq gullar terganim va keltirib senga berganim kechagidek hamon esimda har soniya har on esimda shundan beri qalbimda shundan beri dilimda yangullagan yoshli chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda shundan beri qalbimda shundan beri dilimda yangullagan yoshli chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda oxirida bo'lardi. Mana shunaqa qildik. Agar fontan tagida suratga tushsa imtihondan yiqilmaydi deydi-ku. Chunki kimdir institutda agar yiqiladigan bo'lsa, bemalol shu fontan tagida suratga tushish kerak. Hozirgi yoshlarimiz xudoga shukr yiqilmayapti. Ha, yiqilmayapti. yiqil- Ularga fontan shart emas deydi. O'zlari fontanning ishini qilishyapti hozir. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Demak, nonushtalarimiz ham Tayyor. Tayyor. Tayyormi? Oxirgi kuyib ketgani Nilufar qildi. Yo'q, U birinchi kuyib ketgan. eng muhimi oshxonani yoqib yubormabdi. Shunisiga ham shukur. Rahmat Nilufar. Yaxshi. Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Bolalar baraka topsinlar. Shuhrat aka, umringiz uzoq bo'lsin. Shuhrat aka juda ham chiroyli qo'shiq. Rahmat. Nilufarxonga katta rahmat. Haqiqiy o'zbek qizaloqlarida yugurib kelib, qo'lingizdan mani olib va yordam berib baraka topsin. Baxtli qiz bo'lsin. Muhammad Rizo. Baxtli bo'lsin bu yerda. Ovqatlarni ovozi eshitilib tursin. Baraka topsin. Bo'ldi, aziz do'stlar, bemalol o'tirib, hamma ishga yoqqa, bu yoqqa. Sizdan oldin endi biz Qani. Yo'q, bemalol, bemalol. Ozdaxon qani, o'ting. Qani, Mamraka. Qani, kelinglar, kelinglar. Mana o'zi uydagilarim aytishardi, biroz 1.60 bo'lgandan keyin bo'ying to'xtaydi deyishdi, haqiqatan ham. Lekin nimaga sizlarniki to'xtamayapti, shunga hayronman. Bularniki endi boshlandi mana shu Mamraka. Nima yeyapsizlar shunchalik? Nima yeyapsizlar? Lekin boshqacha o'rgatishgan. 25 yoshgacha bo'y o'sadi, undan keyin to'xtaydi deyishgandi. Qaysi biriga ishonish kerak hozir? Qaysi biriga ishonish kerak? Sharoitga Qanaqa qarab. gapirishganligiga 25gacha bo'y o'sadi. 25dan keyin oyligingiz o'sadi. Bizda hozir mana shu yaxshi oylik. Keyin orqaga qarab ketaveradi. Oylik ham, bo'y ham. Yaxshi. Shuhrat aka, Lapa. yoshlar bilan hech ishlab ko'rganmiz, konsert dasturlarida yoshlar bilan birga qanaqadir xo'r qo'shiqlar bo'lganmi? Bular eng yaxshi biladigan qo'shiq qaysi biri ekan mana shu hozir savol tug'iladi. Eng gullagan yoshlik chog'i. Bu qo'shiq bilasizlarmi? Qaysi nota sizlarga qulay? Mi Ketaveramiz. Bo'lmasa kelib bitta eksperiment qilib ko'ramiz. Shu birinchi kupletini birgalikda aytib ko'ramiz, ha? Qani. Qani bolalar? Hamma Hozir. Avvalgi shart yo'q. Analiz qilib bo'linglar. Analiz qilib bo'linglar. Malika bu yoqqa keyin maqtagandan keyin ko'rpacha gul bo'lmasin, qani? Ha. bir ikki. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim tanidi yorni Eng gullagan. eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda Shundan beri. shundan beri dilimda shundan beri dilimda Qizlar birga.
Muskitroni tegida kuylaymiz. Nega? Kontraktga pul yig'ishimiz kerak. Hozir ancha muncha vaziyatni o'tkazib yubordik. Lekin hozir chiqyapti. Ha qizlarda bu tomonga qarasangiz men o'tirmadim. Ha, degaysa, Mamrika. Lekin yaralangan oqqush hamon uchmoqda deydi. Lekin yuragimizga, qon-qonimizga singib ketgan qo'shiqlari haqiqatan ham. Majnuntol, misol Farruh akam, Farruh. O, Majnuntol. O'zlar uni. Bular faqat tushib ketaverar ekan. Aytavering-chi hozir bular. Siz boshlayverib, bu yoqda biz davom etamiz. Boshlang biz. Vale, xo'pdir. Boshlaydi Majnuntol bir kun chiqarmish buloq bo'yiga chiqarmish buloq bo'yiga o'zim ko'rib buloqda kun ketolmayin qopti uyiga ketolmayin qopti uyiga avayga Majnuntol qani shundan beri o'tdi tunuk kun o'tirar shoyib sochini o'tirar yoyib sochini o'zi bo'lib o'ziga maftun ololmasmish suvdan boshini ololmasmish suvdan boshini Harakat toping. Majnuntollik qo'shig'i. Baqlajon qachon yeymiz endi? O'zingda saqlajon. Gap yo'q. Juda chiroyli bo'ldi. Juda chiroyli qo'shiq. Birgalikda jo'ri bo'ldik, esladik, qalbimiz o'sha ruhiyat ham to'lish kerak-da. Bugun to'lyapti. Va bugungi kunda mana shu biz havas qiladigan, ko'p narsani o'rganadigan, dunyo qarashi keng bo'lgan yoshlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki siz bizni kelajagimizsiz. Siz bizni o'sha yorug' yo'llarimizsiz. Boringizga shukr va shu o'rinda hamma yosh bu yerda, hamma yosh sizga rahmat, tashrif buyurganingizga. Har bitta operatorlarga rahmat. Minnatdormiz. Juda ham siz ham yoshsiz, qalbingiz go'zal va siz bilan ishlash sharaf. Rahmat hammaga, rejissyorlarga, ovoz rejissyorlarga, Akmaljon, Sherzodjon, hamma muharrirlarga minnatdorlik bildiraman va har bitta boshlovchimiz ham yosh. Har birlariga minnatdorlik bildiramiz. Yaxshi ham borsiz. Shunday, demak aziz do'stlar, ko'rsatuvimiz so'ngida Talent Show ijodkorlaridan premyera va raqsida ana endi hamma endi yoshlarning og'arasiga o'ynaymiz deydi. Ketdik. Tun kun hayolim senda, sevgilim hayotim senda, tushlarimda ham o'ngimda faqat sen bor. Sevgimiz kun bilan tunday, endi biz bo'lamiz shunday, seva oladigan menda yana kim bor? Yana kim bor sevadigan, yana kim bor o'ylaydigan, yana kim bor eslaydigan, seni menday, seni menday. Yana kim bor sevadigan, yana kim bor o'ylaydigan, yana kim bor eslaydigan, seni menday, seni menday.
yoqma yana keltiradi rashkimni sira bilmadi sevgimni Boqma o'zgaga boqma yoqma yuragim yoqma yana keltiradi rashkimni sira bilmadi sevgimni Bilaman meni sendek sevolmaydi hech kim Ko'zlarimdan sevganim sezolmaydi hech kim Tan olaman yana men bilaman seni o'rningni bosolmaydi hech kim Yuragim bo'ysunmaydi yana seni deb uradi Keragim yolg'izimni faqat seni deb uradi Xo'p desang hammasi zo'r bo'lar hammasi Agarchi sevgi bo'lsa qolgani bo'laveradi Tunda kun hayolim senda sevgilim hayotim senda tushlarimda ham o'ngimda faqat sen bor Sevgimiz kun bilan tunday endi biz bo'lamiz shunday seva oladigan menda yana kim bor sevadigan yana kim bor o'ylaydigan yana kim bor eslaydigan seni menday yana kim bor sevadigan yana kim bor o'ylaydigan yana kim bor eslaydigan seni menday yana kim bor Sog' bo'linglar aziz yurtdoshlar. Bugungi kunimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Shuhrat aka, sizga ham katta rahmat aka, boringizga shukur. Hamma yurtdoshlarimizga bugun xush kayfiyatda, kuchli energiya bilan xizmatlariga borib uyga xushchaqchaq qaytishlarini tilaymiz. Kuningiz xayrli, barakotli o'tsin. Bayramimiz muborak!